qo'l qatirashlari, rigidlik, qotib qolishlik, mayda qadamlilik doim ham Parkinson kasalligi bo'lavermaydi. Parkinson kasalligi diagnoziga qo'yishdan oldin bir necha holatlar bor. Shu holat haqida bilish kerak. Ya'ni birinchi o'rinda vaskulyar parkinsonizm haqida ma'lumotga ega bo'lish kerak. Ya'ni bu qon quyuqligi, arterial gipertoniya kasalligi fonida kelib chiqadi va Parkinson kasalligini tahlil qiluvchi simptomlar yuzaga keladi. Bunda asosiy navbatda o'sha qon tomir kasalliklarini davolash kerak bo'ladi. Undan tashqari bizda Parkinson plus sindromlari bor. Ya'ni bular ham xuddi Parkinson kasalligini imitatsiya qiladi, ya'ni taqlid qiladi. Ya'ni bularga birinchi o'rinda multisistem atrofiya kasalligi kiradi. Multisistem atrofiya kasalligida Parkinson kasalligi belgilari bilan birgalikda bizda vegetativ simptomatika, miyacha simptomatikasi va ba'zan motor simptomlar ham yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni sodda tushuntiradigan bo'lsak, qon bosimini tushib ketadigan bo'ladi. Parkinson kabi tremor, mayda qadamlilik, kam harakatligi yuzaga kelishi mumkin va miyacha va motor belgilari ham bo'lishi mumkin. Keyingi kasalligimizga biz Parkinson kasalligini tahlil qiluvchi kasallik bu progressiv supranuklear palsy, ya'ni progressiv yadro usti falanjligi deyiladi. Bu kasallikda ham xuddi Parkinson kasalligi kabi simptomlar bo'ladi. Undan tashqari qo'shimcha tarzda bizda ko'z harakatlarida, ya'ni vertikal ko'z harakatlarida paralij, tepaga pastga qara olmaslik yuzaga keladi. Undan tashqari eng ko'p birinchi navbatda yurishda bemor qiyinchiliklarga uchraydi. Keyingi kasalligimiz bizda kortika bazal degeneratsiya deyiladi. Kortika bazal degeneratsiya holatida o'sha Parkinson kasalligi, rigidlik, distoniya, undan tashqari motor belgilari va eng o'ziga xos belgisi begona qo'l sindromi yuzaga keladi. Ya'ni bunda nima bo'ladi? Bir taraflama qo'l yaxshi ishlamaydi yoki bo'lmasa bizga bo'ysunmaydigan harakatlar paydo bo'ladi. Albatta bu yuqorida sanab o'tgan kasalligimizda yondashishda turli xil davolash ishlarini olib borish kerak bo'ladi. Agar bu kasalliklar sizga qiziq bo'lsa, bizning kanalimizni va YouTube kanalimizni ham kuzatib boring. Har bitta kasallik haqida alohida video qilib joylab boramiz.